Assalomu alaykum, yana bir bor yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana yoshi katta insonlar ham kuzatishar ekanda, yoshi katta onaxonlar, yoshi katta otaxonlar kuzatishar ekan. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Men yozishdim ham. Agar yozolmay qolgan bo'lsam uzr so'rayman ming bor, lekin albatta kommentariyalarda yozganlaringizni o'qiyman, imkon qadar hammalaringizni o'qiyman. Negativlar u boshqasi-yu hammasini o'qiyman. Men xursand bo'ldim o'qib. Boringlarga shukr. Keyin mana uyimni bitish jarayonlarini video qilib qo'yib boring deyishyapti. Xudo xolasa mana ustalar tez kunda ish boshlashadi. Hozirgacha doktorlik ishlarim bor. Shularni tinchitib olsam, xudo xolasa keyin qurilishni davomini boshlaymiz. Shu tomshuvoqqa narsalarim bor degandim. Shu turpoqlari, g'ishlari tayyor. Kuzda qilamiz deb shu mablag'im tugab qolib, qilolmay qolib ketdik. Qish kelib qoldi keyin bir tomoni. Shuna bo'lib, endi o'sha uyimiz qurilishini davomini boshlaymiz. Men videolarini Instagramda qo'yib boraman profilimga. Bu endi qiziqtirganlar uchun, seni uyingni nima qizig'i bor, o'zingni nima qizig'ing bor bizga deganlar ko'rmanglar. Iltimos bloklab tashlanglar meni. Yoqmasa. Keyin imkon qadar obuna bo'lib, menga like bosishni unutmanglar. Hammalaringizni hurmat qilaman. Alloh panohida bo'linglar.